Hop, 15. Şart Risalatu i'lanin rasmiyin. رسمي إعلان حتى التاريخ 28 من شهر مايو عام 2025 إلى جميع موظفي الشركة korxonaning barcha xodimlariga muvazzaf xodimlariga الموضوع موضوع إعلان عن تغيير نظام العمل الصيفي yozgi ish tartibini o'zgartirish haqida e'lon qilish. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نود إعلامكم أنه ابتداء من يوم الأحد الأول من شهر يونيو عام 2025 سيتم اعتماد نظام العمل الصيفي في الشركة، والذي يشمل تعديل ساعات الدوام الرسمي لتبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك لمدة 3 أشهر حتى نهاية أغسطس عام 2025. نود إعلامكم أنه shuni birinchi aytamiz. I'lam xabardor qilish. Sizlarga shuni xabar bermoqchimizki, deyapti. Sizlarga shuni xabar bermoqchimizki, sizlarni xabardor qilmoqchimizki, 2025 yil 1-iyun yakshanba kunidan boshlab korxonadagi endi vergugacha bitta qilyapmiz. Keyingi vergugacha korxonadagi yozgi ish tartibi o'zgartiriladi. Endi allazi yashmulu. Allazi o o'zgartirishga ketyapti, i'timadga ketyapti. I'timadga ketyapti, shuning uchun u, ya'ni u o'zgartirish demoqchi. U endi ertalab litabda amina sa'adan boshlaymiz. Min ilavasi birinchi minda aytib olamiz deb o'rganganmiz. Bitta min hatta bor ekan, baribir minda birinchi aytib olamiz. Ertalab soat 8 dan boshlab yoki boshlanib tushdan keyin soat 2:00 gacha rasmiy davom etadigan soatlarga ta'dil o'zgartiriladi. Yoki soatlarga o'zgartirishni o'z ichiga oladi. So'z yashmul o'z ichiga oladi. U, ya'ni haligi tepadagi e'timod dedi-ku, shu vaqt o'zgartiriladi dedi-ku, shu o'zgartirish deyapti. U o'zgartirish ertalab soat 8:00 dan boshlanib, tushdan keyin soat 2:00 gacha rasmiy davom etadigan soatlarga o'zgartirishni, soatlarga to'g'rilashni, o'zi ta'dil to'g'rilash degan, soatlarga to'g'rilashni o'z ichiga oladi. Ya'ni ish vaqtini shunga to'g'rilayapmiz. Vazalika va bu limuddati 3 ashhurin hatta nihayati Agustus am 2025. Va bu 2025 yil avgust oyining oxirigacha 3 oy muddatgadir deyapti. 3 oy muddat uchundir deyapti. 3 oy ish shunaqa ketadi endi deyapti. يأتي هذا القرار تماشيا مع الظروف المناخية وحرصا على توفير بيئة عمل مريحة وصحية لجميع الموظفين. هذا القرار كنا bu qaror oxiridan ko'zayam bo'ladi. لجميع الموظفين barcha xodimlarning barcha xodimlar uchun sog'lom va qulay ish muhitini ta'minlashga intilib va munahiya iqlim vaziyatlaridan azrubul munahiya iqlim vaziyatlari so'zimiz yoki ob-havo sharoitidan desa ham bo'ladi. Ob-havo sharoitidan kelib chiqib
tamashiyan ma'a degani gap muvofiqdan kelib chiqib degani. Ob-havo sharoitlaridan kelib chiqqan holda ya'ti hazal qaror dedi. Bu qaror shundan kelib chiqqan holda kelyapti deyapti so'zma-so'z. Ya'ni bu qabul qilinyapti degani. Endi ular kelyapti degan. Bu qaror shundan kelib chiqqan holda kelyapti deyapti ular. Biz endi bu qaror shundan kelib chiqqan holda qabul qilinyapti deb aytamiz. Yana bitta qaytarib qo'yay. Bu qaror barcha xodimlarning barcha xodimlar uchun sog'lom va qulay ish muhitini ta'minlashga intilib va ob-havo sharoitidan kelib chiqqan holda qabul qilinyapti. Narju minal jami'i al-iltizama bil mawa'idil jadidati va tanzima mahamihim bima yatanasabu ma'a hadha taghyir. Narju minal jami' fe'l bilan boshlanyapti ekan. Shuning uchun oxiridan kelib kelsak bo'ladi. Bu o'zgartirishga munosib holda bima yunasibu munosib holda yoki mos keladigan mos holda desa ham bo'ladi. Bu o'zgarishlarga munosib holda ishlarini tartiblashtirish va yangi kelib ketish mavaid degani kelib ketish vaqti degani va yangi kelib ketish vaqtiga rioya qilishni barchadan so'rab qolamiz yoki umid qilib qolamiz. Kama shuningdek nawaddu at-tanviha ila anna idaratal mawaridil bashariyati satakunu mutahatan litalaqqi ayyi istifsaratin aw mulahazatin bi khususi hadha an-nizami abra al-barid al-elektroni aw al-hatifi debdi. Kama shuningdek deb turib fe'l nawaddu bilan boshlandi. Shuning uchun fe'l bo'lib qolgani uchun oxiriga qaytib ketsak bo'ladi. Shuningdek telefon yoki elektron pochta orqali bu ish tartibi xususidagi mulohazalar va har qanday tushuntirishlarni tushuntirishlarga duch kelish imkoniyatini berishdan bu xodimlar bo'limi boshqarmasi yoki idorasi tayyor ekanligini nawaddu at-tanvih sizlarga eslatib o'tamiz deyapti. Demakki, bu xususda qanaqa tushuntirish yoki mulohazalar bo'lsa, hammasiga tushuntirish va mulohazalarga hammasiga tayyormiz biz demoqchini bu shunaqa uzun qilib gapirishadi. Agar so'zma-so'z aytib bersam, kama shuningdek nawaddu xohlaymiz at-tanviha eslatib o'tishni nimani eslatib o'tishni anna albatta idaratul mawaridil bashariya xodimlar bo'limi boshqarmasi satakunu mutahatan degani o'zi mavjud bo'ladi degani. Satakunu mutahatan ya'ni tayyor degan ma'noda ishlatyapti. Satakunu mutahatan tayyor, ya'ni mavjud deyapti. Doim huzuringizda deyapti. Satakunu mutahatan huzuringizda bo'ladi. Tayyor bo'ladi. O'zi mavjud bo'ladi degani. Litalaqqi duch kelishga tayyor deyapti. Uchrashishga tayyor deyapti so'zma-so'z. Uchrashishga tayyor. Nima bilan uchrashishga tayyor? Ayyi istifsarat har qanday ma'lumot so'rashlar bilan. Har qanday ma'lumotlar so'rash va mulohazalar bilan uchrashishga tayyor. Ya'ni qanaqa
mulohazalar yoki tushunmagan narsalaringiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilavering degan ma'noni shunaqa qilib aytishar ekan. Duch kelishga, uchrashishga tayyor deyishar ekan. Yoki duch kelish uchun yoki uchrashish uchun mavjuddir deyilgan. Mavjuddir, shu yerdadir deb aytishar ekan. Bu xususida, bu tartib xususida abaral barid elektroniy, elektron pochta orqali avladi yoki telefon orqali. O'zi agar o'zbekchaga sof tarjima qilinadigan bo'lsa, unda yana eslatib o'tmoqchimizki, shuningdek bu ish tartibi xususidagi mulohazalar va izohlar bo'yicha telefon yoki elektron pochta orqali xodimlar bo'limi boshqarmasiga murojaat qilishingiz mumkin deymiz biz o'zbek tilida. Shuni ular murojaat qilishingiz mumkin deyishdi o'rniga shu xodimlar bo'limi boshqarmasi yuzlashish uchun, duch kelish uchun mavjud deb qo'ygan. Ya'ni shu yerda turibdi, ketib qolmadik biz deb aytishar ekan ular. Satakunu mutahatan. Biz bormiz, shu yerda bo'lamiz deydi. Satakunu mutahatan. Kelasi zamon. Shu yerda bo'ladi, mavjud bo'ladi. Qachon bo'lsa ham bemalol kelaverasizlar degan ularga. Biz endi murojaat qilishingiz mumkin deymiz. Shakirina ta'awunikum va tafahumikum. O'zaro hamkorligingiz va o'zaro yordamingiz yoki hamkorligingiz va tushunganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ma'atiyabit tahiyyat, minnatdorchilik bildirgan holda ma'atiyabit tahiyyat, pok salomlar bilan Ali al-Qahtoni, mudirun amun al-mavaridil bashariyah, mudiru amin al-mavaridil bashariyah, xodimlar bo'limi bosh direktori, bosh mudiri deyapti. Yoki bizda mudirda endi hozir menejer bo'lib ketdi. Eng katta direktor, qolganlar hammasi menejer bo'lib ketdi. Bosh menejeri. Elektron pochta, keyin telefon bitdi, bo'ldi. Shu bilan bu 15-mavzu ekan. Rasmiyatlarning 15-si ekan. Shu bilan rasmiyatlarimiz ham tugabdi.